Qori Nordic universiteti Iqtisodiyot va pedagogika fakulteti xalqaro biznes yo'nalishi 3-bosqich talabasi Hamida Vasilabonning raqamli marketing fanidan tayyorlagan video taqdimoti. Bugungi mavzuyimiz tarmoq xavfsizligida sun'iy intellektning o'rni. O'zi tarmoq xavfsizligi nima degan savolga shunaqa javob berishimiz kerak. Tarmoq xavfsizligi zamonaviy dunyoda muhim ahamiyatga ega. Ushbu taqdimotda sun'iy intellektning tarmoq xavfsizligidagi rolini ko'rib chiqamiz. Maqsadimiz esa sun'iy intellektning tarmoq xavfsizligini qanday kuchaytirishni tushuntirish. Tarmoq xavfsizligiga tahdidlar evolyutsiyasi. Ular ikki turga bo'linadi: an'anaviy tahdidlar va zamonaviy tahdidlar. An'anaviy tahdidlarga viruslar, qurtlar va Troy otlari kabi tahdidlar mavjud edi. Zamonaviy tahdidlarga esa video dasturlari, maqsadli hujumlar va 0 kunlik zaifliklar paydo bo'ldi. Tarmoq xavfsizligiga tahdidlar evolyutsiyasi murakkablashib bormoqda. 2023-yilda global video dasturlari hujumlari 30% ga oshib bormoqda. Sun'iy intellektning tarmoq xavfsizligidagi asosiy vazifalari ular 3 ga bo'linadi. Birinchisi tahdidlarni aniqlash, ikkinchisi hujumlarga javob berish, uchinchisi esa zaifliklarni baholash. Birinchisini oladigan bo'lsak, tahdidlarni aniqlashda anomaliya detektori va xatti-harakatlarni tahlil qilishimiz mumkin. Ikkinchisida hujumlarga javob berishda avtomatik bloklash va izolyatsiyani qo'llashimiz mumkin. Uchinchisi zaifliklarni baholashda tarmoq konfiguratsiyasini optimallashtirishimiz mumkin. Tahdidlarni aniqlashda sun'iy intellektning afzalliklari. Bunga katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, bunga masalan big data yordamida tahdidlarni aniqlashimiz mumkin yoki anomaliyalarni tezkor aniqlashimiz mumkin. Ular odatdagidan farqli xatti-harakatlarni aniqlab berishi mumkin bizga. Undan keyingisi esa o'rganish va moslashuvchanlik, mashinalarni o'qitish orqali doimo takomillashtirib borishimiz mumkin. Sun'iy intellekt foydalanuvchi xatti-harakatlarni tahlil qiladi va xavfli amallarni aniqlab boradi. Hujumlarga javob berishda sun'iy intellektning qo'llanishi. Ular 3 ga bo'linadi. Avtomatik bloklash bo'lishi mumkin. Unga xavfli AP manzillar va domenlarni bloklaydi. Ikkinchisi izolyatsiya, zararlangan tizimlarni tarmoqdan ajratib qo'yadi. Uchinchisi esa javobni optimallashtirish, vaziyatga mos javob choralarini aniqlab beradi. Tizimlari DDoS hujumlariga qarshi avtomatik ravishda kurashib bormoqda. Zaifliklarni baholashda sun'iy intellektning roli. Ular 3 ga bo'linadi. Avtomatik zaiflik, riskni baholash, konfiguratsiyani optimallashtirish. Birinchisi avtomatik zaiflik. Unga skanerlar orqali yoki tarmoqdagi zaifliklarni aniqlashimiz mumkin. Ikkinchisi riskni baholashda zaifliklarning jiddiyligini aniqlashimiz mumkin. Konfiguratsiya optimallashtirishda esa xavfsizlik sozlamalarini yaxshilashimiz mumkin. Sun'iy intellekt yordamida tarmoq xaritasini yaratish va himoyasiz nuqtalarni aniqlashimiz mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan xavfsizlik yechimlari. Sun'iy intellektga asoslangan xavfsizlik devorlari firewalls deb ataladi. Instruziyani aniqlash tizimlariga IDC va instruziyani oldini olish tizimlari IPC kiradi. Xavfsizlikni boshqarish va ma'lumotni tahlil qilish CAM tizimlari. Keyskop, Palo Alto Networks va boshqa yetakchi kompaniyalar sun'iy intellekt yechimlarini taklif etadi. Sun'iy intellektning cheklovlari va muammolari. Ular 3 ga bo'linadi. Ma'lumotlarga bog'liqlik, ikkinchisi qora quti muammosi, uchinchisi soxta natijalar. Sun'iy intellekt sifatli ma'lumotlarga muhtoj bo'lib kelmoqda. Qaror qabul qilish jarayoni shaffof emas. Xatoliklar xavfi mavjud. Shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish axloqiy masalalar bor. Sun'iy intellektda kelajak tendensiyalar. Birinchisi avtomatik o'rganishning rivojlanishi, ikkinchisi kiberxavfsizlikda kvant kompyuterlarning roli, uchinchisi sun'iy intellekt va inson hamkorligi. 2025-yilga kelib sun'iy intellekt xavfsizlik bozorining hajmi $40 milliard dan oshadi. Bu taqdimotdan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, birinchisi muhim rol, ikkinchisi afzalliklar, uchinchisi esa ehtiyotkorlik. Sun'iy intellekt tarmoq xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tahdidlarni aniqlash, javob berish, zaifliklarni baholashda afzalliklar mavjud. Cheklovlarni hisobga olish va kelajak tendensiyalarni kuzatib borishimiz zarur. E'tiboringiz uchun rahmat.